Assalomu alaykum kuzatuvchilari, sizlar bilan fermer bola. Bugungi videomizda qo'ramizdagi eng semiz va eng yosh qo'ylarimizni ko'rib boramiz. Bu qo'zlarimizni 8 oy va 12 oy davomida boqib kelyapmiz. Endi esa navbat bu qo'ramizda faqat qo'chqorlar bor. Bu qo'chqorimizni ko'p kishi taniydi. Bu qo'chqorimizning nomi Polvon. Bular ham qo'chqor. Bu qo'yimizning nomi Pantera. Bu endi 5 oylik, kilasi 55 kilogramm. Bu yerda bu qo'chqorimiz ham bor. Bular ham qo'chqor. Bu qo'chqorimizning nomi Dilini. Mana uzunligini ko'rishingiz mumkin.